Assalomu alaykum aziz qarindoshlarimiz, ko'rayotganinglar Xinjiang televiziya stansiyasi bilan Do'lan o'qachilik cheklik shirkati birlashib ishlagan Xinjiang Oltin Go'har xalqaro savdo cheklik shirkati alohida qo'llagan Xinjiang tala sahnasi programmamiz. Xinjiang tala sahnasi programmasininki riyosatchisi Muhammadjon Ro'zi Saiddan hammanglarga sig'inishli oliy ehtirom. Assalomu alaykum. Nah maydondagi aziz tomoshabin do'stlar. Riyosatchi qizinglar Hidoyat Qulshamchidindan hammalarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Assalomu alaykum. Televizor ekran oldidagi qadrli ko'rarman do'stlar. Riyosatchi do'stlar Mikroy Tatardan har qaysingizlarga yalqonliq salom. Lazımlık talantın, kıl askın yaratkın, sihirlendi bu etrafım. Özenge işe sahnik lazımlık talantın, kıl askın yaratkın, sihirlendi bu etrafım. Özenge işe. Mümkün, mümkün içler, kuşlar, her Çokum bir insan, talanti var, sikri var. Siz mi çokum bir insan, talanti var, sikri var. Kilim bu hasek migen, oh oh, oh oh. Avan tükende gigen, oh oh, oh oh. Lazımlık talantım, kır askın yaratkın. Sahneli lazımlık talantım, kır askın yaratkın. Talant aramayan, bunda yorun. Zoklansın bu halkımız, hayran bulsun ya cahan. Zoklansın bu halkımız, hayran bulsun ya cahan. Kilim bu hasretliğe, oh oh, oh oh. Avam tükende gigen, oh oh, oh oh. Hem ölen geldi sana, bakır hem dana, kırsın sana yolla. Yemek yola, hem ölen geldi sana, bakır hem dana, kırsın sana yolla. Kilim kalı sekniye. Biz bugün bu yerda azaldan bayqilib bakmagan bir talat egisini izlaymiz. Shu esinglarda bo'lsinki, har bir mayirning faqat bir liqitim sahnaga chiqish fursati bor. Programmamizning yana bir alohidaligi shuki, agar siz talantingizni joriy qildirib, mahoratingizni ishga solib, baholovchi ustozlarni qoyil qila olsangiz, ular knopkani bosmaydi. Agar qoyil qila olmay qolsangiz, kechiring, ular knopkani darhol bosadi. Shunda, onda qo'sa siz butun kuchingiz bilan o'z talantingizni namoyon qilib, baholovchilarning qizil knopka bosishini to'sin. Bu yerdagi butkul jarayon bizning faqat 4 baholovchining qo'lida. Birinchi darajalik mukofotga erishguvchini Xotan qadimiy Chinoz yuziglik fan texnik shirkati 200 ming yuan qimmatidagi mashina bilan ta'minlaydi.
ikkinchi darajalik mukofotga erishguvchini Xinjiang Xotan Kalkar yemak-ichmak zavodi 150 ming yuan qiymatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Uchinchi darajalik mukofotga erishguvchini Xinjiang Sabila kasbiy taraqqiyot cheklik shirkati 100 ming yuan qiymatidagi mashina bilan ta'minlaydi. To'rtinchi darajalik mukofotga erishguvchini Xinjiang Abida biotexnik taraqqiyot cheklik shirkati 50 ming yuan qiymatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Undaqda o 4 bağlıqçı kimdir? Ular kimdi? Kimdi? Xo'sh, undaq bo'lsa hammamiz qizg'in olqish shavaklarimiz bilan bizning 4 bağlıqçimizni sahnaga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Memleket kiçi ve sırtığı tunulgan, el söygen Uygur'un fəxirli kızı Dillar Abdullah. Qarşılamız. Yana bir aziz baholovchimiz bo'lsa, Tanta kino studiyasining birinchi darajalik alga to'nilgan atalmiq rejissyori Sherzod Yaqubov. Qarşılamız. Yana bir baholovchimiz bo'lsa, Chang'irtoq kino studiyasining birinchi darajalik aktyori, ataqliq Eto Cholponimiz Abdukaram Abluzafandim qarshi olamiz. Xushkasiz. Bizim yana bir bağlıqçımız olsa opera teatrınınki ataqlıq ərtisi, əlgi tunulğan güldürgü çolpini Xalmurad Ömer. Qarshi olamiz. Xo'sh, aziz qarindoshlarimiz, undaq bo'lsa biz har bir mayirninki hayotidagi buluş nuqtasi bo'lgan sirliq jarayonni hammamiz taqozolik bilan kutyapmiz. Undaq bo'lsa, hammamiz qizg'in olqish shavaklarimiz bilan birinchi numurli mayirimizni sahnaga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Siz bugün bizim falan sahnemizge nime numara hep geldi ha? Gajan orayı bir oyunumuz var. Yaxshi oldu. Taqdir qilayman. Assalomu alaykum. Aldılar ben bu sahneye çıkıp ben hazır. Özlemden neymiş kıldığını bir devam etmesem, oturup gelgen sal Ankara'ma yüzeyip kaldı çö. Sonra aldılar deyiteyim ben özlem şu MMC sekreterlik olurlar, sekreterlik bilen şoğullanıma. Ama sekreterlik diye fikrim, muş atalığı anlanan iken başkalarının nazarında ilgi kandan eski, biz sekreter bola alamız mı diye fikrim peyda olup kaldı ki çö. Eğer de muş fikrim bağlı hem de ben bilen ortaklaşmak sanlarmış. Pesik tamaşalarla bir ortaklaşmak aydıgen ben. Eğer koşulsanlarmış, bir çavak yanı sanlar. Bakın. Biz sekreter buluşunun aldığın şartı ortaklaşımız yani ki ben bilen okşaş bulanlar. Bunu köresanlar, körüp huzurlanmayızlar. Ben bilen billa kısanlar. Anın iken kanda ilgi yaxşı nemisini bilgili oldu ki. Olanlar koysanlar. Bununla 90 gradus burası inten adli bu normallar. Bunun yanı bir 90 gradusda azrak kıyılıqlıqdaydı. Bunun yanı bir 90 gradus koysak bu sekreter buluş talantınız hem yüceyriniz bakiyetsek oldu da sizde. Ama bunun yanı bir 90 gradus koyarsak bunun yanı bir 90 gradus koyarken iken siz hem de sekreterlik ögünüme demeyim şu herkes doktorlarından sonra ekibini görüp baksanız olayım. Ama bunu koyarsak bir içki bir pikrap aytıklı. Şu bir günü öyde olduğu vaxtımda ben dadamdan bir kona şikabı battı. Şikabından şir bir tane kitap burada açsam topa yüzü. Kolamı aldım. Birinci batını şunu alasam. Yok oğlum kılıp. Dünyada hiç kanak adamın keli cayiniki değmeyinde de bir sıkıntı. Peki ben bu şikabından alığan iken şişenmeden özüm doğru baktım. Yine rast buldu ki. Bu tilimnin uzunluq emas. Sınав baxsanlar buldu. Anandiken ikinci bətini şunda varaqlasam %80% adamın tili 30 kişinin heç qaysı tegmeydə də pes qurtdu. Bıraq tegmeydə də pes qurtdu. Üçüncü bətini şunda alarsam %20% axmaqlamış gəpin doğraplı qıtbaqıda da pes qurtdu. Müşü gapni arqitdim deyime deb qilmish pastki tomosh bilan inkası qarsam shunda omaqanda diye chiraydi. Bu ilqi o'yinning yangi bir xil turi bir yumshoq tutgan harakat deymizmi? Sal yiqroq kerak. Bu oddiy harakatlar.
Ananıken baş parmak mı şey. Ananıken ya mı? Gidiyor. Çeyrek mi diyor? Ananıken bu bayan kişi rast çıkıyor yazıyor. Ananıken bir tal ağamça. Adatki bir ağamça nelep. Bunu müyürkenliği tutup ağandan keyin keynigi mağdursa ma'lum bir yerga olgan to'xtab qoldilar qo'li. Lekin ba'zi bir qism odamlar bor unda o'tib ketgan. Mana yondan ko'rinishi ya. Bu ağamchiniki. Bunun qilgan narsalar biz azaldan do'rab qilmaymiz emasmi? Shoma yangi narsa qilib berasizlarga degan qiladi qarab o'tirmiz. Ammo bu do'raydigan amin. Ham buni sal tasarruqi qo'lni boshlab tutib bu etgandan keyin sabır demeden öyle tuttu. Az bir şey tutturayım. Rahmat. İsmim Mehmet Çakamız. Adet öydüm işim saçsak oynaydıkesen desen ha. Şey gidelim. Ben burun manda bir narsa algan çok sönkü yok narsa denizde yaşaydı ismi Medoza dep sen adamdan içindeki Medoza mı değil mi? Şu yerge olmanda ömrüm kelgan. Şoldayman. Ben bu sönkü onun bağlılığını guman kılıp oturmam ben. Ben sana bir bilet taşıldım. Muborak olsun Abdukiram Abduz efendim bir bilet taşıldı. Sizniki talantingizdan boshqa undan keyin o'sha tomoshabinlar bilan bo'lgan hissiyot birligi nihoyat yaxshi. O'zingizni nihoyat erkin tuta oladigansiz ham nihoyat yiqimli. Sizning talantingizga afrin, men sizga bir bilet tashildim. Men demesemmi hammaylar ko'rdik sizning talantingizni. Shunaqa men sizga bir bilet tashladim. Muborak bo'lsin. Tomoshabinlarning ko'nglidagidek gapni birini qildigandek turman. Ozib qolgandek his qildim men. Ozib qolgandek his qildim. Hamda hozir Shirzat ma'lum sana aytdi. Senada bir xil erkin o'zingni qo'yib aytgan bir xil sakinda xuddi og'ayni olib qanday parangiz ketgansa. Senada uygan bo'ldi nurg'un mayirlar. Shunda erkin o'yinding, yuraklik o'yinding. Men sana bir bilet tashladim. Muborak bo'lsin. Bunu bir ötküzüde bak öte. Bir aile kişilerimizin talasınızı kullanacak. Hepsi insan koşalımızı anlatmak. Kalbi amesler gibi olsa dinizdeki olsun.
Birisi inimiz Taşmehmet, sınırımız Altungül, kızımız Rufina, küçüsü bir aileninki sanatkarları. Assalamualaikum ustozlar, televizor altki ko'rmanlar. Men Urum shaharlik 92 boshlang'ich Rufina Toshmehmet bo'laman. Boshlang'ich. Yosh kirdim. Sizga tankash qilib bergan opangiz bilan dadangizmi? Ha. San'at oilasi. Tug'ilishimda ko'zim opam bilan dadam Burada tambur çalırken yok. Ay tug'ilgan kunimiz shu kun, ha? Sizin tug'ilibdi deb qo'shib ketib tuta tambur chaptikanda shu kun doktorxonalar. Dadamning iliqi shogirdlari bor tambur yutibdi. Shunlashqa iliqi tamburni chala olayman. Shu nashiyatda usul o'ynayman. Dadangiz kasbiy tambur chalandi? Ha. Naqshini yaxshi aytdingiz, lekin orliqda bir yerda to'xtab qoldingiz. Ondan keyin siz to'xtab qolgandan keyin opangiz ulab aytib berdi u naqshini. Shuning avay birinchi kupletini azroq angladik, oqini unutib qoldimi yoki siz aytib berdigan yermi? Men bilmadim. Biz aşağı tayyorlagan. Biz emdiyliqi qizim usul oynaydigan yer bo'lgandan keyin usulni namoyon qilish uchun men aytib bu o'ynab aşağı qilib ekanmiz. Shukla pajlavasi olibdi ekan, ha? Shunda qilib ekan. Egiz yerini siz, o'tiral yerini siz, cho'g'rak yerini siz aytgan bo'lsangiz, yetosan demdi aşağı olarkan. Yani bir aile numara bo'lgandan keyin aşağı qilsak ham unum yaxshi bo'lar deb o'ylabdimizda hamdi. Men sizlar deydigan bir dipim bordi. Nima? Opam kichik bolalarning ovozini bek yaxshi so'raydi. Ha. Degan akagan. Astag'fir. Bo'ldi. Danglar? Altungül sizni Rufina bola ovozini to'g'rilaydi, rast to'g'rilamsiz? Rast to'g'rilayman. Alloh bo'lsa, men bir ishga so'z so'rab baqay. Siz necha yosh kirdingiz? Men vaqtimda yespa kirdim. 14 yosh kiribsiz-da. Maktabga kirmabsiz-da, texe? Yeslixonda o'qiyman men. Yeslixon nimalarni o'rgatdi? Yeslixonda vaqtda beraman. Ha, depara. Shu o'ynashni, naqsh etishni, chanashni o'rgatdi. Bu Yeslixon chanashni o'rgatdi-da? Chanashni dedi, qo'lqini o'rgatdimki. Ona, nima deydi u? Chiqaman to'ratdi. Undaq bo'lsa, mushu o'rtag'am imonlarga bir payt usulab beraman, men naqsh etib beraman. Ya nima ishqa? Men ochimdan qo'rqayman. Bu ochishdan nerdan qo'rqsiz? Xudiga usul tutsa. Undaq bo'lsa naqsh etib beramsiz? Ma'qul. Ma'qul. Qaysi naqsh etib berasiz? Ma'qul. Aytma. 世上只有妈妈好，有妈的孩子像阿宝，有了下怪宝。Aka, men cho'kilayman. Voy, bu sakit cho'kilaymish bu. Dadaşlarda bor. Bu cho'kilaymiz usuli bu. Amisi nima yeyman? Biz pas tushgan apray-ya. Uyingiz nerede? Uyim bag'ujiloq yerda. Men hozir abro qo'yayman. Ma'qul. Xo'sh demdi? Xo'sh deydi.
Rahmat. Aytdi bir tatlı ovozlar bilan hammamizni shunday xush qilyapti. Anda siz kichik turib tonimaydigan odamdan keyin manga hozir balog'urlar bekchi. Apirib qo'yamiz ma'qul deydi. Endi sakni bildi chiqqanga opirib qo'ya debdiman. Men bayatın ikkilinib tug'andim. Raskamni qilsam qizil chirog'ni besivtay deb tursam, sizni qizingiz qutqizib oldi. Men mush keyingi mahartingizga bir bilet tashladim. Agar mush xonning talantini ko'rsatamiz desanglar, bu xonningki usulidimi harakatlarini canlandırыңlar. Usuldek bunda bo'lsin, naqshidek bo'lsin. Yana ma'nodan bir qadar ko'taringlar. Agar sizlarninki asos qilgan ish bo'lsa, o chaqda sizlarninkini kerak gavdlandirsanglar, menimcha taxim yaxshi bo'ldi. Shuning uchun kilaqatimqi fursat uchun men yana sizlarga bilet tashladim. Rahmat. O'zining bir qiziqish bilan mishay kelgandi bu nomerni qanday qiladi? Guruh tashkillanibsizlar. Dilnar xonimniki fikriga qo'shilaman. Bu qizniki usul bilan naqshini tang o'rilishi menga bak yoqdi. Yomon chiroyli o'rildi. Shu obay degandek shu o'ziga ham ayrim bir nomer kelgan bo'lsanglar yaxshi bo'pti. Sizningki talantingiz yaxshi, lekin o talantni siz maydonga nomer qilib kelmayapsiz. Nomer qilib kelgansiz, sizniki ashunga men biletni tashlaydim. Afsus, men sizlarga bilet tashlayolmayman. Mush qizga ayrim bir nomerni qilib kelinglar. Bo'ldi, ma'qul. Rahmat. Rafina, bugun ozroq o'tiribdingiz, bolam, uyda bunday emasdi. Kiyim kechiginglarni aytdi, qo'shalqig'idek chiroyli kiyim kiyib chiqibsizlar. Ahamiyat berganinglarga rahmat. Sumbul çaşlarım belde, Uygur kızı men dostlar hep nakşettiniz balam. Çaş assanız babamda. Uzun kılıp 40 tal çaşını apanız esip koygan bolsa, hareketiniz gibi kolaylık olardı. Hazır gipiniz yağan bo'lib qoldi. Çeçiniz yok. Bu da ketim kelgan vaqtida mukammal tayyorlik qilib, 3 yilinglar mushu nomerga qatnashadigan mayirlar bo'lib chiqinglar sahnaga. Meni taklifim. Rofina'nın aradisiga rahmat. Texim turishing. Men sizga bir bilet tashladim. Rahmat. Balangizning qo'lini tutmang, bo'lib chiqib. Vaqt avvalini yaxshi bo'lmaja, atal surimening aqida o'tirib tanladi. Bu talasarimizga nima nomer aytdingiz? Yetak qizi deb bir usulni ekandim. Bo'ldi, bitta sizga qo'yamiz.
Assalomu alaykum hurmatli faolsizlar. Yaxshimisizlar? Men bo'lsam Shinjong san'at instituti o'qituvchisi o'quvchi Maryam Musajonova. Bu yil 17 yosh yurtim güzel dörtler yaptım. Qancha yillikda? Bu yil tug'ilgan putur. O'zingiz bunday chaqqan o'yindingiz. Andan keyin shu usulda harakatlar sal chiqib qolgan. Ba'zan de mamanda chaqqa usullarga harakat bek chiq silinib ketsa, ma harakat muvofiq yetmay, sal yerim yotib qoldi. Shuning buningdan keyin ashunga bek diqqat qilsangiz. Men sizga bir bilet tashlayman. Muborak bo'lsin. Agashtoq. Muborak bo'lsin. Atlasni bek chiroyli ifodalab berdingiz. Men bir bilet tashildim. Rahmat ma'lum. Men bir bilet tashildim. Rahmat ma'lum. Hammalar biletni tashlaysanlar, men qarab tursam bo'lmaydiganda qiladi endi. Bo'ladi, unda bo'lsin, menmi mush 3 yildan ergashdim. Bir bilet tashildim. Rahmat sizlarga. Muborak bo'lsin, Nadiya. Birinchi darajalik mukofotga erishguvchini Xotan qadimiy chinoy yuziglik fan texnik shirkati 200 ming yuan qimmatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Ikkinchi darajalik mukofotga erishguvchini Xinjiang Xotan Kavsar yemak-ichmak zavodi 150 ming yuan qimmatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Uchinchi darajalik mukofotga erishguvchini Xinjiang Sabiylar kasbiy taraqqiyot cheklik shirkati 100 ming yuan qimmatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Vah! Qumul muqamlarimdan dardinga davo muqami. Vay, tazmezler. Altın boylular aman mı? Benim ismim Rıfatcan. Bu yıl 8 yaş girdim. Ben Komul'dan geldim. Özürlemin yamak şıkılamanlar var. Ben de talan sensi ki tanımamadım ki. Hep oylusam hem de denşiden çıkıda kaldım emez mi? Abdülkerim Dada özür tercüm kılışqa ustuğu. Ben özür gibi komulç gibi ağaç kege özür tercüm kıpakamla. Xo'sh. Kepishni kiyib, yamdoq nab, qo'hnechi murjuq pulishib yiqilib, jo'zamning to'pisi tushib ketdi. Demak sho'g'ini toshimni kiyib, ishni ichib, yanimdan ishni deb tamom qolmadim. Uyg'urcha tarjima qilmoqmish tas. Hozir yo'qolib ketdi o'sha şeylarni. Shuni cho'nglar tep ekib, shuni buni o'rgatgan. Ondan sonra iş burun yo'qolib ketgan qumul shevillarini hozir Rifat sahnada deb berib namoyon qilib o'tibdi da. Javobini mali deb berayya bo'lsa. Degina. Oyog'ini kiyib, supurgin elib, ishni ichib, bosoq pulishib yiqilib, chapinimning tuyumsi tushib ketdi degan gap. Sen topchi degani demading-ku? Tugma, topchi dedim-ku. Topchini tugma deb tarjima qildim. Xantiyim garob ketdi degan nima degan gap? Xantiyim garob ketdi. Anaqtab gapirmading-ku? Men so'ratdim sendan qumulchini. Xantiyim garob ketdi degan nima degan gap? Xantiyim paskinib ketdi degan gap. Xantiyim garob ketdi degani chamcham zang'ob ketdi degan gap. Chamcham zang'ob ketdi degan gap, ko'ynikim kirib ketdi degan gap. To'g'ri-da? To'g'ri. Buni bilmayman. Men bir muqam og'ashkaga o'zlarga aytmasam bo'lamdi? Bo'ladi. Aytmas
Naqtikisini bilamsan, Yachibek degan nima gap? Yachibek degan burungi zamonlarda o'tib yurgan qahramon. Harbiy. Unvon. Kendi bir monch lashkari bor, bir boshliq demoqchi hozirqa. Sen muqamat yaxshi ko'ramsan? Kichigimdan tatibli. Hozir 75 yilda bormi yashang? Yosh. 8 yoshmi? Kichikimdan tatib desang hamda. Asqabdan boyaqni xato deb qo'ygan o'xshaydi Usmonni. Reftanika deb chaqirqinsan. Bu o'zimizniki mana shunday muqomlarga varislik qilish bir yaxshi ish-ku. Qumulning muqomlarimi nihoyatda chiroyli ohanglijak. Unisi bu muqomlarga varislik qilgan sendek bolalar ko'p chiqib qolsa, anda shu qumulning muqomlarini o'zimizning o'shq muqomlarini tadqiq qilishda texmi yana bir baldoq yuqori ko'tarib taylaydi deb qarayman. Men seniki aytgan muqomingni anglab baqsam, ağamı xelil murakkab. Shunday. Masalan, bizim bir o'ginib aytmoqli desekmi, bir yerlarga olib Emniyet qarshısında adidek to'g'an bilan-chu. Xolos. Sening muqoming menga yordi. Men bir bilet tashildim. Muborak Hosan Abdukiram Abduz apandim Rifat qanayt yaxshi taklif fikrlarni baholani badi. Valama kimini kim tikmadi? Uni qo'mildiki bir avagilda bir apash. Bizam bek chiroyli ekansa. İçinde kimon bek yarışıptı zengin. Onun dikin man naqşan bilan bek maslashibdi. Evet. Men o sana bir bilet teşekkür. Rehvatjon, o'ylamagan bo'lgandan bunday yaxshi chiqadiganligini, Rost. bugundek yaxshi chiqdi. Muqomni shunday ozod yaxshi etding. Do'ppangdanmi chiroyli ekan bu kiyimlaring, hamma narsang bek chiroyli, naqshangmi chiroyli. Tex o'tirliqdiki intomilishlaringning chiroyliqligicha texi. Muborak olsun, men sana bir bilet taşıldım bura. Beyt etiş, qumulning bir alaydılығы. Başta çıqqandılam, abay intamaldı degandek, beytlerinizni anladık. Anandikin abay degandek, toppullarınız, kiyimleriniz, özünüzden etkan naqşlarınız, hemmisi qumulninki alaydılığı, sizninki üstünüzde resmi aks ettiribdi. Şununla sizning mushunda muqomlarga varislik qilib, chiroyli naqshlarni, mushunda chiroyli madaniyatimizni, san'atimizga varislik qilib, bizga mushunda talant sahnasiga chiroyli bir nomerni akkaganligingiz uchun men bir bilet tashildim. Sizga afrin. Muborak bo'lsin. Yeah. Yaxshimi? Qozog'istondan bizning shu Shinjong talant sahnamizni qo'llab kelganingizga afrin aytamiz. Sizga talant sahnasida o'zingizning talantini to'liq joriy qilishni chin dilimdan tilakdoshman. Sizga utuq, omad yor bo'lsin.
Assalamu alaikum. Qadrli ustozlar, qadrli ko'rermenler. Mening ismim O'tkir Jengusula. Almaty qalasi Qozog'iston Respublikasidan keldim. Sizlar bilan keskinmay quvonchdaman. Kechir. Naqshangizni anlatmamcha sizni Almatydan kelgan vaqtda deb qaradim. Sahnadagi hissiyotingiz nihoyat yaxshi. Undan keyin sizningki mana shu ovozingizning o'zingizga xos bir alaydilik bor ekan. Shunlashqa sizga bir bilet tashildi. Rahmat. Bugungi talant sahnasiga ilib aytganda sizdan alayda bir narsa kelgan bo'lsaq deb shuni talab qilgan. Ovozingizningki nayt to'rva, bunday chiroyli aytsangiz, sizga men bir bilet tashlayman. Qozogcha naqshlarni biz bek jiq anglaymiz shu odatimi? Shunda chiroyli, bek chiroyli isl naqshlar bor. Mana naqshimi yangi bir naqshga onun simuş yaşlarına uzanlığı maskeli dağın şu. Meni his qilishimcha sizningki shu ovoz chiqarishingizda tazı bir xillik yo'qdek ko'rdim. Kechiring. Sizga bu biletni tashamay qoldim. O'tkir Hazrat Kerim muallimimiz degandek Qozogcha naqshlarni biz ko'p anglaymiz. O'zingiz o'qib ketdingizmi bilmadim, ovozingiz bir necha yerda azroq qiyib ketib qoldi. Demek talant sahnasida biz sizning ahangizdan azroq huzurlandik, talantingizdan huzurlanmay qoldik. Ko'p tirishing, men sizga yeshil chiroq basammidim. Salavatımda keldim ama bizim salavatımda ben sizni tutuqulak tutib olaman. Bir şey saqlayman.
Assalomu alaykum, bağlovchi ustozlar, naq maydondagi tomoshabinlar, ekran oldidagi ko'rgan do'stlar. Xotan diyoridan kelgan Mayr Mavlonjondan hammalarga o'tliq salom va oliy ehtirom. Bu yoq meniki yaqin do'stim, shunday kasbdoshim Muhammad degan Turg'un. Gap qislar. O'zlaridan kelsin. Mevlancan Muhammed, sen duta mı çaldın, tembir mi çaldın, ravop mu çaldın he? Lekin senin kespanın ravop geldiğini uqib kaldım ben. Şundak mı? Doğru. Sen tembirini yeni ügünü atam sen? Tembirini yeni ügünü atam, lekin okuğun kesbim müzik marifi. Şundak yeni ügün geldiğini çıkıp durdu. Dutani tembirdi mi yaxşırak çaldı sen? Da qarab baksan. İş qilib Talant 8 programmasiga sizlar bugun alohida bir chelib etmagan bo'lsanglarmi, bir talant akapsizlar. Almashtirib chelib, musiqa o'zgartirib chelib, har qaysi yurtning musiqalarini birlashtirib chelib hamda qo'shildim sizlarning bugungi ishinglarning bir necha xil mahoratinglardan. Shu men sizlarga bilet tashladim. Muborak bo'lsin. Lekin bu bir yangilik bo'pti. Lekin masalaninki biz ama seniki tushudi. Agar buningdanmi yaxshi yana tayyorlik qila olsanglar, men ikkinchi bosqichda buningdan yaxshiroq nomerni ko'rishga ishonsam bo'ladimi sizdan? Bo'ldi. Unda bo'lsa men sizlarga bir bilet tashladim. Men bu Abdukeram efendimning fikriga qo'shilman. Men sizlarga yana bir qatim fursat beray. Bilet tashladim. Abay davatqandek, saran qağıdak bir maharatni biz ko'rishimiz kerak. Şuna Abay Abdukerim dedi. Bu daqiqatim numarda chiqim alayda bir bizni hamimizni hayron qağıdak. Bir numar tayyorlab kelsanlar. Shuning uchun men bu sizlarga bir numar bilet tashlayman. Mümkün bo'lsa sizlar shu duta tamir ravobdan boshqa narsani chala olaysizlar deyman. Çalamız. Sen nağır çalalamsın? Çalama. İşkinlarning qo'lidan bir 6-7 xil müzik anlıqlı bo'ldigandek turdim da qasam. Qilinglar shuna, shu mahorat shu, talant shu. Bu qitimda shuni ko'raylik. Rahmat. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Ey mübarek olsun. Yaman biz tez öteşlama. Bunu yürürken Diyarıdın Atay'da bizimki şu talant sahnesiga numur ko'rsatib kelganliklaringizni intayin xursand bo'ldik. Qarşalımız seniki bizning talant sahnemizde o'z talantlarimizni namoyon qilib, bizning yoshlarga ulgu bo'lishinglar uchun bizga tilakdoshimiz. Sizlarga omad, qutlug' yor bo'lsin aka.
men halqimim açtızliye sun miliye iradem ben dedi yapmayan Neticem ağzıya armalırım gün Aşmakta gayriyediyem ademliğe girip Murdidek yatmaymen Kinliğim durup Vicdanim oldu yana Men diye yapmayan Eridiye dimmenla Sağlam diyedim Almidiyim küçüğüm diyem Gözlerim roşen Çünkü ben kalbimim Açtız diyeyim Sun miliye iradem Ben dedi yapmayan Çünkü ben kalbimim Açtız diyeyim Sun miliye iradem Ben dedi yapmayan Rahmat. Ataqlı kompozitor ustozimiz marhum Abekamningki ijod etdi-ku bu. Abeydil akam muzikasini yozgan. Ömer Mehmedi ikisini yozgan. Bak chiroyli obdan aytib berdinglar. Akşam aş oturuşga bormaydigan açtı badinglarcha. Oturuş bağımdım etigen sadigaga men Shundami ya. Bir ovozingizdan evjiga chiqqanda bir charchash bor. Yosh cho'ngib qolgan. Şuna anda bizninkide ama talam sahnesi. Lekin bizniki boshqa program bo'lsa, %100 men chirog'ni saqlab qolaman. Endi biz ama talam sahnesi olgandan keyin buni cho'qim, yana bir azroq bir yerlar ketib ketgan bo'lsa, ya bir yer bo'lgan bo'lsa, men kutsam, shu narsa chiqmay qolib qoldi. Lekin naqshini shunchalik chiroyli aytib berdingiz. Rahmat. Bo'lapmi shu naqshnamiz kendikiligi, shuna tushadigan yerlarga odamlar akirkatdingiz shu bir yerga. Undan keyin ma ishqi ustozimizmi birni. Rahmat. Şuna men o'zimizniki ma talant sahnesiniki noqtasini tutib turib, men sizga amal yo'q qizil chiroq yiqib tashladim. Kechiring. Rahmat. Hech qisi yo'q. Naqshingizniki purqi shunday yaxshi, bek chiroyli bo'ldi. Puraqni bek yaxshi oldingiz. Endi asli o'zingizning ovozingmi shundoq to'rva ham yuqoriga chiqadi ekan, lekin shu abay degandek charchash bor. Talant sahnesi bo'lganlik uchun shaxsan bizda ham naqsha, ham muzika chaldik, ham abaylar, ham usullarni o'ynab turib naqshlarni aytdik. Shu naqshiningki avjisini ya bo'lmasa bir yerlarni oldigan vaqtida chiqib hammamizga bir qattiq ta'sir qilgandek, hayron qolgandek ashtaq bir yer bo'lgan bo'lsa, bu cho'qim mushu talant sahnesiniki mushu talabiga tushadi. Shu demoqchi bo'lganimiz yengillik bayqalgan bo'lsa, ben çokum bilet taşlaydım. Ben bilet taşlayamadım. Keçirisler. Naqshini shundoq yaxshi aytdingiz. Ovozingizning to'g'ri vaka. Alaydiligi bor. Shu abay degandek boshqacha bir uslub bilan chiqarayotgan bo'lsangizmi, o'zingizning talantini texmi namoyon qilgan bo'lardingiz. Shunlashqa menmi sizlarga bilet tashlayamadim. Kechiring. Rahmat. Ustozimizni aslatib qo'ydingiz. Rahmat. Aşmakta gayretim Ademni ko'rib qo'ydingmi? Siz odamni deb aytib oldingiz.
Abaydilik aşına öğretken. Әтәмне көріп, ғайырды башты дейді. Тексті бір қаталышып қалдыңыз. Бұшы жәтті диққат қып қойсаңlar. Бүгін ұстазым Әбайдулла Тұрдыны әсілеттіңлар, біз сілерден сүйіндік. Мен сілерге бір билет ташылдым, барак olsun. Рахмет. Рахмет. Немене мелeklarda?
Assalomu alaykum ustozlar, ko'rmanlar. İsmim Almas Abdülmet Korda şehrinden olma. Almaz. Dadam müzik çalamda? Dadam çaldı ha. Temir çalamda? Temir çaldı. Şu senin heli kişi üstü köygeligin çıkıp turuptu. Kimnikiden öğrengen? Nurikamninkiden. To'liq o'rganibsiz bari saylisini. Yaxshi chalding, lekin ozroq vo'diqding, ha? Ozroq vo'diqib ketding. Lekin qarasam heli kichik bola vaqtingda tatib tambir chaqaliging chiqib turibdi. Yaqinqi zamonning tambirchisi emassan. Sen heli ko'hna zamonning tambirchisidek tursan. Men o'zim bu muzikani chaqashqa ozroq bayqab qoldim. Shu tambirni mana chiroyli ovoz chiqarayotgan ikki qo'lingning egisiga o'xshamay qolding. Sen unda qo'rqma. Bunchalik talantli odam nima ishga qo'rqsan? Sen rost yaxshi chalding, lekin baq qo'rqding. Boshlanishda qo'rqib ketgandan oxirgacha ozroq qo'rqding, ammo ikki qo'ling mashqni ko'p qilg'achqa sana unimay yaxshi chipadi. Rost. Muzikaning suratini ishtiklasan, qo'ling texim yaxshi chalding. Hozir ostib qopti. Shunglashqa iddetlik chelish uchun qo'ling tez chip ko'ngan qo'l, asti suratga ko'nmaydi. Shundaqmi? To'g'ri. Shunga suratni ozroq ishtikla. Sana bir bilet taşıldım, merak olsun. Xalmurat ustozim shu kasbda muzikani tushundi. Muzikadagi ba'zi texniklik masalalarni biz tushunmaymiz, lekin menga bak chiroyli anglandi. Bak chiroyli anglandi. Shuning uchun men sana bir bilet tashladim. Almaz. Necha yosh kirding hozir? 20 kirdim. 20 ga. Bo'ldi, yaxshi chalding. Men muzikani uning ustiga Bekkilik oddiy muzikimi emas, xeli texnik talab qiladigan muzikchi. Shunga men bir tal bilet tashladim sana. Bek chiroyli chaldingiz. Har bir urg'a vaqtingizda tambirninki tarisini shunchalik jonliq chiqdi. Rahmat. Men bir bilet tashladim. Rahmat. Birinchi darajalik mukofotga erishguvchini Xotan qadimiy Chinoy yezgilik fan texnik shirkati 200 ming yuan qimmatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Bugun nima numara kelding? Men bugun qo'ng'iroq so'nibga. Qalbisiga mansub bo'lsa. Rahmat.
tomoshabinlar, ustozlar, merhaba Mehmet'ten sizlarga o'tliq salom va oliy ehtirom. Men bu yil 11 yoshga kirdim. Men Dinar Abdulla opamni usul maktabini bitirib, bu yil san'at maktabiga kirdim men. Hareketler shunda pokiz, shunda jonliq, shunda chiroyli bo'ldi. Va kiyimlaringiz bak yarashibdi. Usulingizni kim yutib qo'ydi? Usulimni Guljanat ocham yutib qo'ydi. Qanchalik vaqtda o'rganib bo'ldingiz? Usulimni men bir oyda o'rganib bo'ldim. Men sizga bir bilet tashladim. Muborak bo'lsin. Anda rahmet aytganingizz olsa, men birini tashladim. Agashdi. Ben o agashdim. Agashdi bolam. Bir bilet ketdi, rahmat. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Meni qoldig'ingizlardek rahmat. Yaxshi o'tdingizmi? Shunday yaxshi o'yindim. Ustozlar hamza hayron qoldimi? Ha, hamma shuni hayron qoldi. Hey, muborak bo'lsin. Apos qiladigan qanday yurak so'zingiz bor? Abba, meni qachon qo'lingiz kelishdan najibman sizni aminangizni anglayman. Ming xil ichlar, qushlar har xil sayrashar. Sizmi cho'qim bir inson, talanti bor, sehri bor. Sizmi cho'qim bir inson, talanti bor, sehri bor. Kelin bu hasakliga, avam kutgandagiga, chekdanmayas hem o'lgan insonlar, bozlar ham donlar, ko'rsin sana yo'llar, barcha yanglatlarga keldi sonlar, bozlar ham donlar, ko'rsin sana yo'llar. Sahneni lazımlığı talandım, kır askımı yarattım. Sahneni lazımlığı talandım, kır askımı yarattım.